Voy bile, inson terisidan tayyorlangan kitob. Yonma-yo. Yerliklar dunyodagi eng qo'rqinchli kitob bu Garri Potterning monster kitobi emas, balki maniak tomonidan insonning haqiqiy yuz terisi orqali yaratilgan kitobi hisoblanadi. 2018-yilda Rossiyada yerlik odamlar yo'qola boshlaydi. Oldin uysiz erkak, keyinchalik talaba. Politsiya hech qanday iz topolmaydi, lekin bir narsa aniq bo'ladi. Yo'qolganlarning barchasi oxirgi marta tashlandiq kitob bosmaxonasiga tashrif buyurgan. Bir kuni fleshkada politsiyaga xuddi mana shu video yetib keladi. Keyin bosmaxonada tintuv o'tkaziladi. U yerdan terini tozalash uchun asboblar va har sahifasida inson yuzi bor bo'lgan kitobni topishadi. Kitob mahorat bilan yaratilgan edi. Maniak bir hafta o'tib qo'lga olinadi va tergovda u shunday izoh beradi. Odamlar o'lishadi, lekin meni kitoblarim abadiy qoladi. Yerliklar, eng qo'rqinchli tomoni esa kitobning oxirgi sahifasi bo'sh edi. Balki keyingisi